Aleyküm assalom. Bir roki. Assalomu alaykum, boy ota. Xo'sh, nimaga kelding? Shunday o'zim sizni ko'rgan keldim, boy ota. Sog'inib qoldik. Xabar olib kelgan deb yuborishdi. Yaxshi, barakalla. Sen meni oldimga bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Haligi anavi dandon sopli pichog'ingiz bor-ku. Ha. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi nima qilibsindi? Ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Tozi tersini shilyotuvdi. Suyagi sinib qoldi.